tadbirkor tomonidan sal tushunmovchilar bo'lib turib ijro xodimini qo'l ko'tarib qo'ydi, ammo tadbirkor bir necha yillardan beri, o'zimiz ham 2 yildan buyon shug'ullanib kelamiz, 3-4 yildan beri tadbirkor zada bo'lib ketganligidan, bu qonun ustuvorligi ta'minlanganidan, oliy sudlargacha borib sudlashib charchaganligidan qo'l ko'tarishga majbur qoldi. Shuni ham bir e'tiborga olib qo'yasizlar. Hurmatli mutasaddi rahbarlar, ammo shartnomasi bor. Buni bartaraf etish uchun sudga ham ijrochining so'zi 30-modda asosan fuqarolik ishlari ma'lum tomon sudga kirdi, da'vo arizalari kiritilgan majburiy ijro Qo'shtepa tuman majburiy ijro byurosi tomonidan, ammo lekin ular rad etilgan. Shunga qaramasdan ham buni buzdirishni boshlashdi. Mana o'zlari aql qildi, buzdirishmoqchi. Biz ommaviy axborot vositalari vakillarini vazifasiga javob berish, albatta bularni yetkazib baho berishni so'raymiz. Lekin bir tomondan ogohlantirish xatlari, ya'ni maxsus soliqlar mutasaddiga yetib kelmagan, da'vatnoma tuzishgan, da'vatnomani esa guvohlarni ishtirokisiz, ya'ni o'sha Mamatqul javobgarlarni chaqirgan vaqtda o'sha Qo'shtepa tuman majburiy byurosining binosining ichida o'sha da'vatnoma tuzilayotganda Mamatqul javobgarlarning aytishi bo'yicha guvohlar bo'lmagan. Guvohlarsiz nima qilib turib tuzib o'sha mahsulotni olishdan bosh tortadigan da'vatlarni o'zlari qilib turibdi. Bu bo'yicha undan tashqari ijroni to'xtatish bo'yicha 33-modda bor, ijro faoliyati to'xtatish bo'yicha. U bo'yicha biz viloyat majburiy ijro byurosiga, ya'ni boshqarmasiga arizalar qilganmiz, ertalab ijro harakatlari boshlanmasdan oldin. Buni 10 kundan kechiktirmagan muddatga ijrochining xohishi bilan to'xtatib turishi mumkin edi, ammo lekin shunda ham to'xtatmasdan shaxsiy adovatlari borligi sababli shu mutasaddilarni shu tumanda shuni buzdirish harakatlarini boshlashdi. Mana bizni kuzatishda davom etasizlar. Tuman hokimi bilan oldin bu masalada yuzlanganmiz. Tuman hokimi shaxsan o'zlari bu joyga shartnoma qilib berganlar. O'sha irrigatsiya boshqarmasi meliyatsiya bo'limi bilan shaxsan o'zlari shunga ishtirok etib, o'zlarining tashabbusi bilan qilinib, ya'ni prezidentimiz siyosatlari, islohotlari deb turib, o'zlari qilib berib turib, yana o'sha shartnomalarni qilgandan keyin yana kadastr tomonidan sudga chiqarilib, da'volar kiritilib, buni buzishga chiqarishdi. Tuman hokimiga esa 5000 tadbirkor ekan, 5000 tadbirkor, 5000 tadbirkor keragi yo'q ekan. Javoblar aytishi bo'yicha oldin nima qilganda borib ko'rishganda shunaqa holat bo'lyapti. Shuni bir yordam qilsangiz, biz ham tadbirkormiz, tadbirkorlikdan foydalanyapmiz degan uchun o'sha nimalar bo'lgan. Ana endi menga 5000 tadbirkor keragi yo'q deb ham o'zlari aytgan. Bo'ldi, o'zlar shuni kutyaptilar. Urmaslik kerak. Men 1000 marta aytdim. Provokatsiya qilib qo'yadi. Shu nima? Bundan tashqari ichida jihozlar bo'lgan. Sudning qarorida 60 kvadrat konteyner, 36 kvadrat naves buzilishi ko'rsatilgan. Ichidagi o'sha jihozlar ko'rsatilmagan, o'sha jihozlar ham bartaraf etilmagan. Jihozlar bilan buzilishiga qaror yo'q. Ammo o'sha qarorga asosan buzilishyapti. Mana harakat boshlandi. Ammo lekin
sudning qarorida ichidagi jihozlar ham ko'rsatilishi kerak deb o'ylaymiz. Bu bizning shaxsiy fikrimiz. Safari MC'ga tegishli yer maydoni, narigi tomonda suv xo'jaligi tegishli zovur, bu tomonda ham albatta konteyner ham bor. Bunga tuman kadastri, viloyat kadastri, tuman prokuraturasi, viloyat prokuraturasi huquqiy baho bermasdan kelmoqda. Hozir ham bizda arizamiz mavjud. Bir necha bor yozganmiz. Ammo lekin bir tadbirkor qonun ishlayapti, ikkinchi tadbirkor qonun ishlamayapti. Tashqari to'g'ri prezidentimizning 2022-8-iyun 62 sonli qarorlari bor. Qarorning 10-moddasi yozib qo'yilgan. Yer toifasidan qat'iy nazar, har qanday yer toifasidan qat'iy nazar kadastr nazorat qiladi. Ammo lekin kadastr nazorat qiladigan bo'lsa, nima uchun hammaga bir xilda chora ko'rib bir xil nazorat qilmaydi? Bir tadbirkorga qonun ishlaydi, bir tadbirkor ishlamaydi. Ishlasa hammaga teng ishlash kerak.